Assalomu alaykum hammaga. Mehmonxona yo'nalishida ishlab yurgan akalarim uchun yaxshi taklif chiqdi. Aniq lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati Boysun tumani Omonxona sanatoriyani yaqinida joylashgan. Assalomu alaykum Muhammad. Bularning ismlari Muhammad. Shu mehmonxonamizning egalari. Muhammad, bitta savollarim bor edi. Bu Omonxona sanatoriyamizga nechinchi yildan boshlab odamlar kelishni boshlagan? Asosan 90-yillardan mehmonlar kelishadi. Bu suvimizda qaysi kasallik turiga shifo topishgan odamlar? Jigar sirrozi, sahar, oshqozon kasalliklari uchun yaxshi suvimiz. Mehmonxonamizga bir vaqtda nechta odamga xizmat ko'rsata olasiz? Bir vaqtning o'zida 50 kishidan 60 kishigacha xizmat ko'rsatamiz. Yaxshi. Ichkari qismini ko'rsata olasizmi bizga? Marhamat. Yuring. Muhammad, men bu yerga kelishdan oldin bitta informatsiyaga ega bo'ldim. UNESCO turizmida 5 ta davlat kiritilgan ekan. Bu ham bo'lmasa O'zbekistondan faqat Omonxona. To'g'ri aytasiz. Shu jumladan bizga zipline qurilib, 4,5 kilometrlik kanatga qurilyapti. Yaxshi. Birinchi qavatimizda nechta xonangiz bor? Birinchi qavatimizga 11 ta standart xonalarimiz mavjud. Ikkinchi qavatdachi? Ikkinchi etajga 7 ta lyuks xonalarimiz, 2 ta standart xonalarimiz mavjud. Ko'rib turganinglardek, yer maydoni 27 sotiq, 1700 kvadratga ega. Egalarning aytishiga qaraganda, bu mehmonxonamizdan bir oyda 250 milliondan 300 milliongacha daromad topishar ekan. Mehmonxonamizga 400 ming dollar so'rashyapti. Albatta o'tib beradigan joy bor. Menga yoqqan tarafi, bu mehmonxonamizni sotib olgan odamga Omonxona sanatoriyasining yonidan kadastrlarga ega yangi do'konni bonus hisobida qo'shib berishar ekan. Ega raqamni opsiyada qoldiramiz. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga joylaymiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Hozir o'sha Omonxonadagi buloq suvini ko'rsataman. Manzaraga lekin alohida respekt. Assalomu alaykum. Hurmatli operator, manzarani bitta ko'rsating. Bu manzaraga kommentariyada bitta baho beringlar.